jamol topib vatan seni ardoqlaymiz. Har nafasda, har qadamda cheksiz mehringni sezamiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Men Kitob tuman 5-sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchisi Baratova Sevinchman. Bugun biza Qamashi tumani 4-sonli mehribonlik uyiga keldik. Sharoitlari menga juda ham yoqdi. Xonalari, sharoitlari qizlarimizga ham yoqdi degan umiddaman. Lekin juda ham chiroyli joylar ekan, bizani juda ham chiroyli tarzda kutib olishdi. Bular uchun barcha rahbarlarimizga, ayniqsa prezident bobomizga katta rahmat aytaman. Meni ismim Samira. Men shu mehribonlik uyiga kelganimdan xursandman. O'zi meni fikrimcha, bog'da suvlar sho'r, keyin ko'proq issiq tushadi deb o'ylagandim, lekin unaqa emas ekan. Lekin bog' menga juda yoqdi.